Assalomu alaykum barchaga, bizlarni kuzatib boryapti obunachilarim. Hammaga xayrli tong bo'lsin. Obunachilarim, bugun juma. Hammaga juma ayyomlari muborak bo'lsin. O'qigan jumalaring qabul bo'lsin akalar. Xo'p, ko'taring kayfiyatli videolarimni boshlayapman akalar. Men hozir Andijon viloyati Paxtavod tuman markazidaman, ya'ni Farruxbeyda xonadoniga kelganman. Farruxbeydan sotiladigan 10 bosh buqalarimiz bor ekan. Mana holi qilib baylab qo'ydik. Osishimga yo'q, baylashimga yo'q akalar. Tepaga tortishimga yo'q. O'zini holicha turibdi akalar mana. Shularni sizlarga to'liq yoritaman. Yangi partiyada buqalarni to'plab qo'ydim deyapti. Shuni hop, obunachilaringizga ko'rsating aka. Narxlarini, holatlarini, pullarni nihoyatda jo'n qilib beraman. Bozordan ham arzon qilib beraman aka. Xudo xolasa maqsadim sotish ko'rsatavering deyapti. Xo'p, 18-aprel kunida turibmiz. Hafta kuniga juma. 2025-yil. Biz boshlayapmiz. Assalomu alaykum, Jalolbek yaxshimisiz? Obunachilarga ham salom aka. Obunachilar tomonidan va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r aka. Yaxshilayapsizlarmi? Ha, sekin olyapmiz endi. 10 dona ekan o'zi. Ha, 10 dona aka. 10 dona ekan. 10 dona ekan, mana bu puli yengillari bor ekan. Ha, sekin. Ozroq pulim bor, bitta kitob qo'ymoqchi edim deganlarni ham ishi bitar ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa bitadi. Xo'p, boqma buqalar ham bor ekan tepada. Ha, Farruxbek? Ha, kattaroqlari ham bor. Kattaroqlari ham bor ekan. Shularni bir to'liq yoritsak. Xudo xolasa yoritadi. Bo'laveradimi? Xo'p, akalarim, kichigidan boshlamoqchimiz. Puli yengilidan. Eng kichigini olib chiqib Eng kichigidan boshlaymiz. Akalar, o'zi 10 dona buqamiz bor, bitta olib chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Oyoq qo'llarni ko'rsatamiz. Tashqarida tanlashga ham osonroq bo'ladi. Ke. Janovar. Ke janovar. To'xtab tur. Mana to'xtadi akalar. O'zi o'ta ajoyib o'zi aka. Chiroyli ekan-a o'zingizni? Argamcha tushmagan ekan просто. Kallalarga e'tibor berasizlar akalar. Holatiga e'tibor berasizlar. Kuchli ekan-a? Ha, mol baquvvat ekan. Xudo xolasa. Zoti ham joyida ekan. Bo'ylarni birga yaqin ko'ryapman. Allohu alam. Yana o'lchadingmi? O'lchab beraverasiz. O'lchab ham bera olaman. O'lchab ham beraverasiz. Ha. Bo'yi muhim emas, sifati yo'q aka. Gap yo'q. Farruxbek, narxlarni boshlayveramiz. Narxlari aka, xudo xolasa 15 million xayri bor buni. 15 million so'm xayri bor. Xayri bor. Aha. Mol baquvvat akalar. Baylaveraylikchi. Xo'p, Farruxbek beda hozir bittani ko'rsatdik, yaxshi. Bu 3tasini bir qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. 4tasi bir bo'ladi. Mana bu bilanmi? 5 ham bir bo'ladi. Mana shu 5-chi. Ha. 1 2 3 4 5 o'zi. Bitta partiya. Bo'ldi, olib chiqaveraylik-da. Hozir mana 15 million deyildi obunachilar. Xulosa qilmay turamiz. Narxda yana tushamiz, Farruxbek? Ha, kamini qilib beramiz aka. Kami bor akalar. Kami bor. Kami yo'q narsani o'zi yo'q. Tushib beriladi akalar. Ha, bu boshqa narsa. Qaysi birini ko'rdim? Tamg'asini. Mashinada ham bor aka. Iriroqlarda ham bor. Bu o'tgan ekan yerdan oldin. Ha, oldin o'zimiz sotgan bo'zaylar aka bular. Tushunarli. Qirg'izistondan olib o'tib baylavering. Akalar, eskidan meni videolarimni ko'rganlar biladi. Bu yerda boshqa hamkasblarimiz ham kelib video qiladi. Farruxbek Qirg'izistondan molobot sotadi. Hozir Qirg'izistonbek shu o'zimiz sotgan mollarni iloji boricha olyapmiz. Oldin o'tgan. 80% shunaqa mol aka. Bu yerda o'zimiz sotgan, mahallaga bergan mollar. Mana akalar. Bunisi ham chakan emas ekan. Uzun ekan-a? Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida ekan. Oqdim shu akalar. Ke. Xo'p, akalar, 3 ta chiqdi hozir ham. 5tasini bir qilamiz a? Ha, 5 bir. Sekin oyoq qo'lni ko'rsatdim. Mo'ya uzun narsa ekan akalar. Shuni tavsiya qilaman. Donaga ham sotiladi. Donaga ham sotiladi. Aka telefon hammasini o'ziga yarasha narxi bor. Molim o'ta ham xo'ra mol ekan, janovar. Yegandan beri to'xtamay yeyapman shu. Yurchi. Mehrga zor ekan-a? Molcha parvarish qo'yish kerak. Parvarishga ekan-a? Eti ham o'ta yo'q, ham tez o'zgaradi. Akalar shunichi.
bir mehri kuchli odam bo'lsa tavsiya qilaman. Ayol kishi baqqan ekan, Ah. chegara soldirib qo'yibdi. Shunaqa odamlar bor, nihoyatda molga yaxshi qaraydigan obunachilar bor ichimizda. Xudo xohlasa bir oy yaxshi vaqt qo'ysa, Suvlanib suvlarni qoladi. zo'rab bo'ladi. Ha, Mana shu ziralar yerga ham e'tibor bor. beringlar akalar, mana shu arqa. Tosi zo'rda molni sudagi toslari zo'r. Bu arqa tosiga e'tibor beringlar-da. Bu dahshat olib ketadi Farruxbek. Bitta qaro kerak xolos ekan. Qaror kerak xolos, to'g'ri aytyapsiz. Zo'r. Baylo'raylikchi. Ka jonivor, yur. Yur. Mana bekarga uzmasdan ko'rsatyapman akalar. Sababi to'liq tasavvur bo'lsin mol haqida fikrlaring. Olib chiqquncha ham mana ularni ko'rsatib turibman akalar. Tez o'tib ketib qolmayapman-da, tushuncha bo'ladi. Mana akalar. Bu shved ekan. Bunisi shved Bu ekan. shved ekan. O'zi ham bo'lash shamol bu adirdan bir chiqib qaytib tushdi adirga, ko'kka chiqib qolgan unisi. Adirga chiqaruvdi ekan egasi, pullarni olib sotdi. Chiroyli ekan uningiz ham. Xudo xohlasa o'ta go'zal. Bo'yi birdan baland akalar. Bo'yi birdan baland. Birdan baland ular 1.5 1.10 ga yaqin chiqadi. Shunaqa. O'lchab ham beraman. O'lcham ham beraveradi. Bayloring. Xo'p, Farruxbek, mana 5 tani chiqardik. Mana birinchisini aytdingizki, 15 million xayri bor dedingiz. Ha? Aha. Xo'p, endi dona olganga bitta aytamiz, ko'tarasiga 5 o'rin nima qilamiz, savdo qilamiz. Mana ikkinchichi. Ikkinchidagi. Mashlar 15 dan kami bor, aka. Uchovini Ha. 15 dan kam bor. Xo'p. Bunalar 16 dan kam bor ekan. Mana bu bilan dadroqda. mana bu bilan mana uni 16 dan kami bor. 5 o'rin olgangachi? 5 o'rin olganga aka, endi maqsad sotish gapi. 15 milliondan xayrini qilib beraman bir joyga bo'lsa. Ana, endi o'ziga kelyapsiz. Zo'r bo'ldi, Farruxbek. Xudo xohlasa, mollar sifati hamma yo'g'i yeb ichiga bir haftaga javob olgan. Zo'r bo'ldi, Farruxbek. Men yaxshi gap gapirdingiz lekin. 5 o'rin olganga 15 million xayri bor. Xayri bor, xayri. So'rash olaveradi. Ha, endi ja ko'ppasu men ham insof sari qilib aytdim gapni ochig'i. 15 dan xayrini qilib beraman. Men o'tib beraman deyapsiz. Ha, o'tib beraman aka. Gap bo'lish mumkin emas. Bo'ldi. Akalar mana 1, 2, 3, 4 va 5. 5ovi ko'tarasiga olganga 15 million xayri bor. Donaga ham aytib o'tdik. Xo'p, yana 5 dona bo'lsa, monolar sal qimmatroq bo'ladi, ammo narigilar jo'rroq bo'ladi. Aha. Gap yo'q. Endi bu ikkovini juq qo'yib yuboramiz. Mana shu ikkovi bir par o'zi. Xo'p. Olib chiqamizmi? Mana shu ham o'ta ajoyib o'zi aka. Bilgan odam. Ka. Toni ham toza mol. Zo'r ekan-a? Yoshi ham hali yosh ekan, enasidan ajratib sotishdi. Sutga to'ygan ekan-a? Ha, sut to'ygan tez katta bo'lib ketadigan mol aka. Akalar bitta narsani aytib o'taylik. Aytilgan narx yo'l kirasi ichida bo'lyapti. Ha, yo'lkasi ichida bo'ladi aka, dastavkasi U ichida. alohida qo'shib olishimga yo'q. Alohida bo'lmaydi. Dastavkasi ichida yetkazib berish, vodiy bo'ylab yetkazib berish ichida akalar. Mana aka. Shunisini bir nima e'tiborga olib qo'yamiz. Uyingizga boradi mol. Kelib ko'rib, imkoniyatingiz bo'lsa Kelib ko'rib olgani yaxshi aka. Bo'lmay qolsa, onlayn bo'lsa metrlab o'lchab, videosini tashlab beramiz, yaxshi aka. Baylo'r. Olib borib bera olamiz. Mana kelib ko'rib olasiz, shuni barakani berasiz, zaklatni berib ketaverasiz uyingizga. Orqangizda mol boradi. Texnika qil, shopir topaylik, boshqa emas. Yetkazib berish ichida akalar. Aytilgan narxda. Kechi. Ot jonivor. Buni sal quruqroq, hadayroq bo'lib qoladi, yemlaydigan. Parvarishlar bo'lsa. Uzunligi ham, kattaligi ham zo'r mol. Qalay ko'rinyapti akalar? Qani? Tulovga kelib qopti? Ha, tuloga kelib qopti. Tulovga kelib qopti akalar. Mana aka. Ana, bu boshqa gap. O'zini ko'rsatdi. Gap yo'q. Ot jonivor. Farruxbek, o sigir sotilmaydimi? Yo'q, u sotilmaydi. Sigir bor ekan. Nima ma'rayapti degan savollarni ko'rsatib qo'ydim. Sigir ma'rayapti orqada. Sigir uni bolasi bor edi. Ha. Shuncha aka. Xo'p, nechtasini birda qilamiz? Mana shu ikkovi bir aka bular.
Gapiring Farruxbek, yengil. Bugun bozor qilamiz, sotamiz. Bular aka 18 dan deyman, 17,5 dan 35 million bo'ladi. Ikkovi bo'lsa 35 millionga borib beraman aka. Dastlabkasi ichida. Yana bir narsalar so'rab oladi. Bo'ldi, ozmoz xayrni qilib beraman. Xayrni qilib berasiz? Aha, xayr. 17,5 xayri bor. Bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Akalar kuchligi chiqdi. Kuchligi chiqdi. Oh. Askar bu. Ha, mana aka, bu qani udari. Askar u. Akalar. Havasga boqadigan aka bu. O, havasga, ishqibozlikka. Oshna og'aynisini olib kirib maqtanaveradi. Ha, bemalol maqtan. Kir buqamni ko'rdi, ashunaqa ekan akalar. Buqa boqyapman, kirib ko'rib qo'ydi degandan Bu ekan. ham tolada yurgan buqa ekan aka, hali ham. Voy jonivor. Kuchli ekan. Kallani qarang. Bu Qirg'iziston shekilli. Qirg'iz aka. Vallahi 90% qirg'iz aka. Ha. Aytdim-ku, o'zimiz berganmiz, baqib qaytarib berishyapti aka. Akalar, enini ko'rib aytyapman. Men osmondan gap olib aytganim yo'q. Enini ko'rib aytyapman, qaranglar. Mana aka. Qirg'izistonniki ekan bu. Bu fe'lini ham qarang, yumshoqda fe'li. Ha, hamma yo'q zo'r aka. Anaqa emas. Jilpan qilib narsalar qilib yormayapti-da mol. Bu ayollarni ham oling nima oldi aka. Ayollari ham, illiklari ham polvon. Voy jonivor. Ne gapi. 3tasini birda qilamizmi? Ha, bu 3 oldi Mayli. aka. Akalar uzmasdan ko'rsataman. Endi mana ikkita chiqadi. Bu ham shved ekan mana. 3 oy ham oq tumshuq aka, oq qulon narsalar. Mashinani hech yemay qo'ygan ekan. Yemagan ekanmi? Kecha Ha. tumonlanib qolibdi bu. Ha. Voy jonivor. Buni Qur'on hayotgacha baqib qo'ysa ham dog'lasa ulgiydigan bola. Ulgiydimi? Voy jonivor. Mana aka. Bu Unganlarni boshqa gap. ko'rsating, mana shu buqani unganlari o'ta bor. Bu qanday jonivor aka. Ke. Ha, bu boshqa gap. Sekin baylaveringlar-da Farruxbek. Hozir mana akalar uchovini bir kishi oladi endi. Ha, 3 oy dog'lasa bir joyda mol aka. Bir kishi oladi uchovini. O'g'raylar. Bitta qoldi akalar. Shuni chiqaramiz-da, narxni aytamiz. Narxlar yengil. Akalar ish bitadigan joydaman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bitmaydigan ishni o'zi yo'q. Bu bolalar bitiradi. Bitiramiz aka. Kelishasizlar har qanaqasiga. Mol olish niyatlaring bormi? O'ylanmanglar ham, ikkilanmanglar ham. Qo'ng'iroq qilinglar, mana raqam pastda turadi. Qo'ng'iroq qilib, "Uka, shu oxirgi 3 ta buqayni nech pul diyording? Nech pulga berasan?" deb savdolashaveringlar akalar. Savdoda baraka bor. Xo'sh. Buni ham shved sifat deyaveraylik. Ha, xudo xolasa bu ham aka, oq quloq oq tumshuq. Oq quloq oq tumshuq. Qirg'izistondan o'tgan bola aka bu ham. Qirg'izdan o'tgan bu ham. Ha, 100% Qirg'izistondan o'tgan. Bilinyapti, tortyapti. Oyog'ini ko'rsataydi. Mana aka. Bu boshqa gap. Bu boshqa gap. Farruxbek, bayloramizda pulni gaplashamiz. Molni o'zi ko'rgan odam bildi nimaligini, sezdi. Akalar ko'p video mana buqa boqish sirlari qilib videolarni qildim. Bitta hali Paytiqdagi ukamiz bilan ko'rdilaring, Qirg'iziston shved buqalari qanaqa bo'lib ketgan. Tavsiya qilaman ularni ham olib boqishga. Xudo xolasa molni bilgan odam aka kelib xotirjam oladi bu mollarni. Farruxbek pullar uchovini. Aka 3 oy bir joyga bo'lsa 21 dan xayrni qilib beraman. Xo'p, birodarlar. Uchovini Farruxbek. Endi mollar yaxshi. Olgan odam maza qiladi, zo'r baqadi. Kelajagi bor mollar. Sizni yengil qilib bersa, olib maza qilaman debdi endi olgan odam ham. Farruxbek. Xudo xolasa aka buni olgan odam maza qilib baqadi. Xudo Ular o'zi xolasa. aytib ham turibdi, ko'rinishi ham. Gapiring. 21 milliondan xayrni qilib beraman. 21 million so'mdan kami bor, a? Aha.
Vodiy bo'ylab yetkazib berasiz. Yetkazib beramiz vodiy. Qo'qonlik akalar mana sizlarga 3 ta topib qo'ydim. Qo'qonga ham boradi. Bo'ldi aka. Boradimi? Ha, boradi vodiy bo'ylab bo'lgan. Bo'ldi, vodiy bo'ylab boradi. Qo'qonlik akalar 21 million so'mdan xayri bor. Pastda mana Farruh Beyni raqamini qoldiraman. Qo'ng'iroq qilasizlar, mana shu 3 ta buqa haqida ma'lumot ber. 21 dan debsan. Necha pul qilib berasan uka? deb aytaveradi. Bo'laveradimi? Bo'laveradi, bo'laveradi. Ha, savdosini Bo'laveradi. beramiz. Mana uchovini oxirida chiqardik. Keyin mana Xo'p, ikkitani bir qildik. 35 million xayri bor. Xayri bor qildik, ha? Bularni bular 5 bir joyda mol aka 15 milliondan bir kishi oladi. Ha, xayrini qilib beraman. Bo'ldi. 15 milliondan xayri bor uchov. 5ovini, ha? Aha. Xudo xohlasa to'liq yoritdik Farruhbek. Ha, xudo xohlasa to'liq bo'ladi. Zo'r bo'ldi, xudo xohlasa. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, Farruh Beyni raqamini quyida qoldiraman. Onlayn, offlayn savdo qilib berasiz. 7 ovni olsa ham yo'lida qilib beraman aka. Men 2 ovni ham qo'shib olaveradi. Men 5 ovni agar ko'proq olish kerak bo'lsa, men 2 ovni ham qo'shib bersa, farq bo'laveradi. Yana ham tushib berasiz. Ha, yana ham o'tib beraman aka. Gap yo'q. Maqsad sotish. Maqsad sotish aka. Bo'ldi akalar. Rahmat hammaga sog' bo'linglar. Farruh Bey sizga ham rahmat.